يا أيها الذين آمنوا لا تتقوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli muhtaram musulmonlar men ilahi nida namliq da'vat darsimning birinchi qismisini bugun boshlamoqchi. Hammanglarga ma'lum Alloh subhanahu va taolo dunyoni yaratdi. Uningdan keyin biz insonlarni yaratdi. Alloh taolo biz insonlarni yaratgandan keyin bizga o'zing yasha, dunyoda qandoq hayot kechirsang kechir, o'zingning taqdiri o'zingning qo'lida bo'lsin deb baxtsiz xarzabun bulishqa qo'yib qo'ymadi. Buning aksicha Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo har zaman o'zining mehribonligi bilan, o'zining rahmati bilan bandalar orasidan o'zi rozi bo'lgan kishilarni tanlab payg'ambar qildi. Ana u payg'ambarlar Alloh subhanahu va taoloning baxt yo'lini, saodat yo'lini, ummatning nurliq yo'lini, ummatni osmonga bog'laydigan bu islom yo'lini yetkazish uchun har qanday jafolidan qo'rqmadi va har qanday aziyatlarga bosh egmadi. Ular ota-onalaridan, qavmi qarindoshlaridan aziyat yedi, yurt mahallalardan qo'g'lab chiqarildi. Hatto ba'zilari bu qadrlik yo'lda hayotidan ayrildi va ba'zilari dushmanlik bo'lib boshqa yurtlarga chiqib ketdi. Mana shunchalik ig'ir musibat, azob kelsimi, ammo ular bu insoniyatning nijotlik yo'li bo'lgan islom yo'lini yetkazishda hech bir zaman bo'shab qolmadi. Ular to'liq yetkazdi. Alloh har bir payg'ambarini shu payg'ambarning qavmi ichida payg'ambarligiga hujjat bo'ladigan dalillarni berdi. Mana bu dalillarning ichidan bizning payg'ambarimiz Hazrat Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ta qiyomat kungacha inson va insoniyat uning botil, uning haqsiz, ya'ni xato kitob ekanligiga dalil akilanmaydigan va uning xato kitob ekanligini isbotlayolmaydigan darajadagi kuchli hujjat va mo'jiza qilib Alloh payg'ambar alayhisolatu vasallamga avatdi. Va bu kitobni Alloh taolo butun insonlarning hayotdagi yo'li qildi. Baxt yo'li qildi. Bu kitobni insonlarning nijot topquchi ochquchi qildi aziz birodarlar. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhissalatu vassalamga Qur'oni Karimni tushagandan keyin Allohning rahmatiga noil bo'lgan eng dunyodagi katta ne'matiga loyiq bo'lgan kishilar bu kitobga ishondi va uningga ergashdi. Ular
bu kitapni özünün hayatida yaşaş üçün, kitapның talep taqazzalarını tirildiriş üçün ve bununla ameli maslashish üçün her qandaq narsadan ayrılıp qilishdan qo'rqmadi birodarlar. Mana bu kitap üçün özünün ata-onalarini keyniga tashladı. Yurt mahallelerini keyniga tashladı. Bu kitap üçün canlarından ayrıldı. Ular bu kitapni özünün hayatida amilleştirip yaşaş üçün muhacir degan sifatga, şehit degan sifatga erişti birodarlar. Nima üçün? Buni tashlashdi. Allah mana bu shundaq ulug' muqaddas kitobda 7 qat osmonning ustidan dunyodagi mahluqotlarning eng kichigi, ojizi, zayıfı bo'lgan biz insonlarni o'ziga bağlaptı da. Bu bağlash iman bilan bağlaptı da. Allah Teala o Kur'an-ı Kerim'de 90 o'rinda bizning en güzel, şerefli, biz onu her bir qitim anglasak, faxrlanadigan, xursand bo'ladigan, dertlerimiz hammasi ketadigan güzel sifat, iman sifati bilan 90 o'rinda Allah bizni chaqirdi. Allah Teala'nın bu her bir chaqiriqi biz musulmonlarga ya yaxshilik yoki yomonlik mana bu ikki narsa o'ttirishga chaqirdi. Yaxshilikqa buyrug'ili, yomonlikdan to'sqili va uningdan bizni Alloh taolo qutuldig'ili chaqirdi. Bir kishi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuga "İ'had ilayya ya Abdullah, mana bir buyruqing bo'lsa, vasiyating bo'lsa qilgin ey Abdullah" degan chaqda Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bu kishiga munda dedi: "İza sami'tallaha yaqul ya ayyuhallazina amanu." Sen Allah'ның ey mu'minlar degan sözünü anglagan chag'ingda qo'liqingni bu chaqiriqqa, nidoga bergin. Sen uni diqqat qilib angla. Uningga ko'ngil bilgin. Fa innahu khayrun yu'maru bih aw sharrun yunha anhu. Bu nida ya sana bir yaxshilik bo'lib, sen bilmaydigan, uni sen uqanmaydigan yaxshilik bo'lib, seni aşu yaxshilikqa buyrug'ili kelgan nido bo'ladi. Yoki u sening hayotingga, ömürlük baxt saodatingga ta'sir yetkazadigan, ya seni halok qiladigan bir yomonlikqa munosabatlik bo'lib, seni uningdan to'sqili keladi. Demak, bu nido sana foydali nido, sana manfaatli nido. Mana bu nidoga sen quloq solgin deb Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bu kishiga shunday vasiyat qilgan aziz birodarlar. Demak, bu Allah subhanahu va taoloning biz so'zlamoqchi bo'lgan, bu darsda so'zlamoqchi bo'lgan 90 nidosi bizning baxtimizga, nijotligimizga, azizligimizga, hurligimizga, kelgusi istiqbolimizning yaxshi bo'lishiga, hayotimizning eng güzel bo'lishig'a munosabatlik bir nido aziz birodar. Allah Teala bu nido bilan tarixda, insoniyat tarixida eng baxtlik bo'lgan bir jamiyatni qurib chiqqan, davlatni qurib chiqqan. Allah 7 qat osmon ustidan men shu zimindan, yer sharidan iborat koinotning ichidagi en az insonlarga, en aciz bo'lgan insonlarga o'zimning ne'matini mukammal qilgan, o'zim rozi bo'lgan dinni tutilgan insonlar deb Alloh taolo tamg'u basqan
bir cemiyet, devletni mana bu 90 nida bilan Alloh taolo qurib chiqqandir birodarlar. Demak, bu 90 nida bizning aloqa, munosabatlarimizga, Alloh bilan bo'lgan, payg'ambar bilan bo'lgan, bizning jamiyatimiz bilan bo'lgan aloqa munosabatlarimizga yo'l yo'q beradigan nido bu. Aqidamizga munosabatlik, yemek içmeklerimizga munosabatlik, her qanda biz şu dünyada ehtiyojlik bo'ladigan yaxshilik bu tarafdan bo'lsin yoki yomonlik tarafdan bo'lsin, biz ehtiyojlik bo'ladigan har qanday narsaga buyuradigan yo uningdan to'sadigan nido. Mana bu nido bilan biz jannatning eshigini ocha olamiz. Bu nido bilan İslam to'liq mukammal bo'ldi degan insonlarga aylana olamiz. Bu nido bilan Alloh taolaning roziligiga tamg'u basa olamiz aziz birodarlar. Bu nido Alloh rozi bo'ladigan, Alloh taolo tayyorlagan jannatga kiradigan sifatga ega qiladigan nido bu. Shuning uchun bu nidoga biz ijobat qilishimiz, ovoz qo'shishimiz, o nidoga xuddi shu yuqoridan buyruq kelgandek, bir askarga qo'mondan buyruq qilgandek yoki davlatning odamlarga, xizmatchilarga davlatningki boshlig'i buyruq qilgandek anglashimiz lozim. Bu bir musulmonning İslami hayatını kurup çıkadigan, Allah bilan bo'lgan bağlantısını, alaqasını mustahkamlaydigan, jannatning eshigini ochadigan bir nido aziz birodarlar. Biz tirik Qur'onga aylanadigan nido. Allah rozi bo'ladigan shahodatni oladigan nido bu. Allah mana bu nidoning ichida bizga bugun birinchi nido: Ya eyyuhellezine amenu kulu min tayyibati ma razaqnakum veşkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun degan bu so'zi bilan chaqiryapti. Bu Sura Baqaraning 172 oyati. Mana Alloh taolo bu chaqiriqni millat deb chaqirmadi. Ya xalq deb chaqirmadi. Ya ma'lum qabila deb chaqirmadi. Allah bir sifat bilan chaqirdi. Kim aşı sifatni menda bor, men o sifatning egisi desa, o kishi bu chaqiriqqa ijobat qilishi lozim. Chunki mushu chaqiriqning ichiga kirganligini, bu sifatning ichiga kirganligini chaqirdi Alloh. Uningdan boshqalarni chaqirmadi. Ular kimsa men bu sifatning egisi emas desam bo'laveradi. Amma men bu sifatning egisiydim degan hamon yuqoridagi chaqiriqqa quloq berish va u chaqiriqni amillashtirish va u chaqiriqning talabi bo'yicha yashash uning ustiga lozim bo'ladi aziz birodarlar. O chaqiriqni iymon chaqiriqi. Mana bu iymon Alloh bilan bizni bog'laydigan bir yo'l. Iymon yetqat osmondagi nidoning bu zaminga bağlanışıdaki bir argamça. Bu iman bizni xarlıktan, kulluktan, bu asman, zemin, ay, gün, quyosh, deniz degandek bepayon mahlukatlarning ichidagi eng kichik bir maxluq bo'lish sifatimiz bilan Alloh subhanahu va taolaning e'tiboriga, Allohning hürmetiga, Allah'ın aldıda en mükerrem bir kişi buluşumuzga müyesser kılgan bir sıfat aziz birodarlar. Mana Allah bu iman sıfatı bilan chaqirib bizni bir özünün fazli merhameti bo'lgan dünyadaki biz insonlarning hayatımız için yaratgan her xil nazu nimet bağçılarına kirishki bizni buyuruyor. Biz birodarlar, Allah Teala biz için türlük yeydigan, içidigan, nazu nimetlerini kıpbedi.
Asla Allah bu dunyoga yaratgan har bir narsa bizning manfaatimiz uchun. Qur'oni Karimda "Vasakhkhara lakum ma fil ardi jami'an" deb Allah sizlarga zimindagi hamma narsani manfaatlanishingiz uchun sizlarga ko'ndirib berdi, uni qulay qilib berdi. Ya'ni sizlarningki foydalanish imkoniyatinglarni qildi dedi. Demak, asla Allah har qanday narsani bizga foydalanishni mubah qilgan. Allah mushuning ichidan bizni buyruq deydi, "Kulu min tayyibati ma razaqnakum." Sizlarga biz rizq qilib bergan narsaning eng pokizalaridan yanglar deydi Alloh taolo. Demak, aziz musulmonlar, bu dunyoda yashaydigan insonlarning hayoti hammasi o'xshash, yeyishi o'xshash. Hamma inson yeb yashaydi. Hamma inson ichib yashaydi. Ammo mu'min insonning hayotdagi yeyishi, hayotdagi ichishi, hayotda o'zining mavjud bo'lishi uchun qo'llanadigan yemeklari bu boshqa insonlarniki o'xshamaydi. O har qanday narsani yemoqchi bo'lsa, o oldi bilan o halolmi, harommi? Buni yesam Rabbim rozi bo'lamdi, bo'lmamdi, buni o'ylab yeydi. Musulmon mana bu hayotda o'zi xohlagancha yashab ketmaydi. O'zi xohlagancha yeb ichib ketmaydi. Bugun qarab boqadigan bo'lsak dunyoga nurg'un millatlar, milyard insonlar nima yeyish, nima ichishni o'zi belgilayapti. Ammo musulmon insonning hayotda yeyish, ichishni belgilaydigan birinchi uning Robbi Alloh taolo belgilab berdi. Halol haromni Alloh belgilaydi. Şun Allah ma razaqnakum deydi bu yerda. Biz rizq bergan narsani deydi. Halol haromni Alloh belgilaydi. Musulmon mana bu halol haromga ergishishda halolni yeyish, halolni ichish, halol tepish, halol hajlash va halolga erishishda dal o Rabbining o'lchimini o'lcham qiladi dedi birodarlar. Yani Müslüman mana bu Allah Subhanahu ve Taala'nın halal qilib bergan rizqlaridan bahramand bo'lish bilan birga u rizqning kimdan kelganligini tunib yashaydi. Bu iymonning bizga beradigan bir alohidaligi. O'zim aqlimga tayinib topdim, o'zim kuchimga tayinib erishdim. Ve menimki ticaret sohasidagi iqtidorligim, qobiliyatim ve necha yillik tirishishimning din kelgan bu hozirgi bayoshat turmush, ya bu ne'mat, ya bu qo'limdagi mulk demaydi o. Bu Rabbim Allah Subhanahu ve Taala bergan uni deydi. Ma razaqnakum, biz berdik dedi Allah Taala buni. Mo'min mana bu qo'lidagi rizqning kimdan kelganligini buni tunib yashaydi. Boshqa insonlarga o'xshagan iymon sifati mu'min bo'lmagan, musulmon bo'lmaganlar u rizqning manbasini tunimaydi. Rizqning manbasini bilmaydi. Ammo mu'min buni biladi. Mu'min birinchi rizqning dunyoda yashashda ve yemek içmekni istemal qilishda Allah'ın ko'rsatmasi bo'yicha yeyish ichish bilan shug'ullansa, ikkinchi uning manbasini Rabbim deb Allohdan ko'rib, Alloh taologa yulab turib qiladi. Uchinchi u qanday qiladi? Ani uning shu rizqninki quvvatida, uning kuchida onun yo'liga muvofiq yashaydi. Vashkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun deydi Allah. Agar sizlar Allohga
qul bo'lmoqchi bo'lsanglar, mana men Allohning quli, musulmon, men bu Allah subhanahu va taologa bandachilik qiladigan zot deb o'zingning musulmonligini sen da'vo qilsang, la ilaha illalloh ahlidan ekanligini da'vo qilsang, shukrni Allohga qilin. Allohning ne'matlari, ne'matni Alloh bersa, uning shukrini boshqalarga qilsang, boshqalarga yurisang, boshqalardan ko'rsang, mening turmushimni boshqalar yaxshiladi. Mening baxtli kunga boshqalar erishdi. Mening mushunda xotirjam qilishda boshqalar xotirjam qildi. Men bu halovatni boshqalarning merhameti bilen halavetke eriştim. Bu terakkiyat başkalarının kolu bilen keldi bana. Dep Allah subhanahu ve ta'ala'nın nimetlerinden faydalanıp durup Allah'ın gayrigi şükür kılış ve onu mahtaş, medhileş ya onunla tazim kılış. Bu mana bu imanı karşı kılıdığan, imanı zıt kılıdığan amulların bir sözü burada. Çünkü Allah Teala yemekni nereden yiyen bolsanız şükürsünü aşağıya bildirin deydi. Qo'shiqingizni kim to'yg'izgan bo'lsa, sizni dunyoga kim akilib, kim boqqan bo'lsa, siz shuningga qul bo'ling, shuni ulug'lang, shuningga bo'ysuning, hayotingiz shuningga taslim bo'lib yashasin deydi. Demak, aziz birodarlar, bu yerda biz bir narsani bilib olish kerakki, bizning mushu dunyoga kelishimiz, ketishimiz ve dünyada Allah Teala bizge yaratib bergan yiyish tegishlik her xil ne'matlarning hammasining talabi cho'qim, onunga bo'ysunish, onunga qul bo'lish, onunga bosh egish, onun hayotlik yo'li bilan yashashga chaqirish kerak. Sizga bir odam masalan bir oy ishlab bersangiz, o sizga bir oy ishlab berganingizga maosh versa, bu bergan maosh uningga siz bir oy ishlab berganligingiz uchun bo'lsa, ammo bir oy ishlab berganligingiz uchun bo'lsa, o sizning og'iningiz shuningki ishlab berganligingizdan bo'ldi. Demak, uning maoshini siz ishlash bilan haqq bo'ldingiz. Allah subhanahu ve ta'ala'ninkini yediniz, içtiniz, keydiniz, yaşadınız, dünyada her bir narsadan menfaatlandınız. Ama onun şükrüsüne Allah'a kılmasanız, siz dünyadaki birinci tuz görürsünüz. Allah subhanahu ve ta'ala'nın nimetleri halal yanladap Allah Teala buyurdu. Mana Allah Teala ya eyyühellezine amenu kulu min tayyibati ma razaqnakum veşkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun degan ayet bilen mümin bilen küfrünün yolunu hem bizge ayırıp verdi birodarlar. Mümin kim nimet bergen bolsa şu nimet bergenini maqtaydı, onunla teşekkür bildirdi ve o nimetinin ilgisini tunuydu ve onun yolundan çıkmaydı. Ama kafir nimetini bildi, nimet berg için tutumaydı. Şuna Allah kafirine وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامِ وَالنَّارُ مَسْوَى لَهُمْ deydi. Kafirler dünyadaki Allah Teala'nın nimetlerinden faydalanırdı. Onu yiydi, içiydi, yaşaydı. Dünyada Allah Teala uğurlaştığı, mümin Müslümanlar uğurlaştığı her bir neslerden behreman bulundu. Ama onun yiyişi çarvığa okşaşıydı. Hayvana okşaşıydı. Hayvan ne baksanız ilgisini tunuydu ama kafir tunumaydı. Ma içken su nereden geldi? Yiyen tamak nereden geldi? Buğdayını kim mündürüp verdi? Konakını kim mündürüp verdi? Havanı kim Allah muşundak senin yaşınga münasip kolay kıldı? Kuyaşını kim sana nurluk verdi? Mana bunu sorsanız ola onu tunumaydı. Onun cahı cehennem dedi Allah Teala.
Çünkü o nimetni biludi, nimetni bergen zatını tanımaydı. Şunun için her bir insan pakiz yiyişi ve Allah Subhanahu ve Teala'ya şükür kılışı lazım. Allah Subhanahu ve Teala'nın nimetlerine şükür kılışı lazım. Aziz kardeşler, bu halal yiyiş insanın ameli hayatını tesiri köksüdüğün, iş izlerinin yaxşı buluşuğunu tesiri köksüdüğün iş mi? İbadetlerine tesiri köksüdü bu. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadiste eyyuhan nas innallaha tayyib la yakbalu illa tayyib ve innallaha emerel mu'minina bima emere bihil mursalin fekale ya eyyuhar rusul kulu minat tayyibati ve amalu saliha inni bima ta'maluna alim. Ey insanlar, Allah subhanahu ve ta'ala pakiza. Fakat pakizini kabul kılıdı. Allah peygamberlerini buyurgan nesinin özüge müminlerini mi buyurdu? Allah Teala peygamberlerini ey peygamberler halal yanla, halal neslini yanla, yaxşı amel kılınla, senin kılgınını ben bilmem dedi. Demek Allah bu halal yiyişki boğan buyruktu peygamber bilen müminin ortasında farklandırdı aziz braderler. Okşa şunun farkı. Onun farkı okşar. Mümin mi? Halal yiyişki buyurulgan. Peygamber mi? Halal yiyişki buyurulgan. Peygamber aleyhissalatü zamanın dinken ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلْ يُطِيلُ السَّفَرِ bir adamın vakalıkını deppedi. Allah Teala'ya kolunu kötüreş için, Allah Teala'ya halini anlatış için uzun sefer kılgan, seferde mi kattık capa tatkan, çaşları çuvaluk, çırayları topa, yüzleri topa, halı kamıgan, o kişi Rabbine kolunu kötürep, asmanga kolunu kötürep, ey Rabbim duayımını icabet kısla, günahimni, hatalıkını affı kısla deyip Allah'a dua kılsa, onun duası icabet olmaydı. Met'amuhu haram. Nime için duası icabet olmaydı? Onun yemeki haram, içimliki haram, kiyim kiçigi haram, o gızabı haram bilen gızalangan. Fe'enna üstecabı zalik. Onun duası kanda icabet olsun. Demek, mana bu halal yiyiş, insanın duasının icabet buluşu, ibadetlerinin makbul buluşu, bağlılık bu. Bir insan halal yemekti, ama yaxşı amellerini kılıptı, rozu tutuptu, zakat veripti, yaxşı amellerini kılgan bolsa, onun halal yemi kılgan ibadetleri o makbul emas. Demek onun ibadetleri ona halal yiyişki buyuruyanmadı. Halal yiyişki haydakçılık kılanmadı. Bugün qarab baksak, mana Müslümanlar dua kılamız, yığılayımız, Allah Teala'ya şuncha esilimiz, dualarımız icabet bo'lmadi, ahvallarımız özgermedi, yaxshilanmadi. Bu nimeden dese, yeyişimizge dikkat qilmagan. Kiyim kichigimizge dikkat qilmagan. Şuna Allah Subhanahu ve Teala biz mümin Müslümanlarını kafirlardan farklı yaşaşqa buyurdu. İman sübütü bilen bu iman sübütünün talep taqazası dünyada halal yiyiş oldu. Müminin dünyadaki yemek içmekiga dikkat qilishi, ahmiyet berişi, halal haramını ayırışı, meyli tepşide bolsun, sodu setiklarda, meyli yemek içmekide bolsun, kiyim kiçaklerde bolsun, her bir işede çokum o halal haramını ilgap turup yaşı bu müminin iman sübütü bu. İmanının talep taqazası bu. Allah Subhanahu ve Teala'ya bağlanıdığan yol bazı buraderler. Ve hem şu dünyada yaratkan nimetinin Rabbi Allah Teala'nın tebdidin kelganligini tunuş, biliş ve onun şükrüske, ameli şükranıska çokum Rabbinin yolu demeyiş. Rabbinin yolu bilen hayat geçiriş. Mana bu Allah Teala'nın ki bugünkü nidadın alıdığan biz alıdığan paydalamana bu var. Demek biz bugünkü nidadın
birinci mu'minning boshqa insonlardan farqi yemek içmekini halaldan qilishga tirishadi. İkinci mu'min bu dünyadaki her bir nimetni Allah subhanahu ve taala tarafından kelgan Allah'ın nimeti deb tunuydu ve şununğa teşekkür bildirdi. Üçüncü bu nimet mu'minni Allah'a yakınlaştırdı. Allah'a bağlaydı. Allah'ın yolunda müstahkem yaşaşqa haydaydı. Ama onu Allah'ın yolundan yiraklaştırıp atmaydı. O nimet bilen kibirlenmeydi, nimet bilen aldanmaydı, nimet bilen özünü unutmaydı, nimet bilen Allah subhanahu ve taala'nın amanetlerini kendine taşlap koymaydı. Mana bu imanın biz süpti ve bu nidanın bizden talep kılgan talebi. Allah subhanahu ve taala hemmimizni bu nidanın talebine layık yaşamak nasip kılsın. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.